sotuvchilari, mana bugun sizlarga kundalik prokladkalarni obzorini qo'ymoqchiman. Bular 100% paxta matosidan tikilgan bo'lib, 3 xil razmerda bo'ladi. Shunaqa ranglarda juda ham chiroyli. Eng uzun razmeri 33 cm hisoblanib, yosh katta onajon, bujonlarimizga to'g'ri keladi. CD tutolmaslik muammosi bo'lsa ham bemalol ishlatish oladi, chunki orqa tarafi suv o'tkazmaydigan mato hisoblanadi. Ichki tarafini ko'rdinglar. Bularning eng zo'r tarafi qancha yuvilsa ham o'zini sifatini, ko'rinishini, rangini yo'qotmaydi. Ya'ni yil davomida yuvib bemalol ishlata olasizlar. Bunisi esa o'rta razmerdagisi, ya'ni 23-25 cm orasida bo'ladi. Ichki ko'rinishi esa shunaqa oppoq. Ko'rishingiz mumkin, juda ham akkuratni tikilgan. Bu tugmachalari ham sizlarga umuman xalaqit bermaydi, borligi ham bilinmaydi. Shunaqa ichki kiyimlarga taqib foydalanib yurasizlar va juda ham mustahkam qilingan. Yana eng kichkina razmerdagisi bu 15 cm hisoblanadi. Buni asosan yosh kichkina qizlarga 8-9 yoshdan boshlab gigiyenani o'rgatishga ham foydalansanglar bo'ladi, yokida 20-30 yoshli ayollarga ham tavsiya beramiz. Kim kichkina razmerdagi prokladkalardan foydalanish qulayroq bo'lsa, o'sha olsanglar bo'ladi, ya'ni. Bunisi esa ko'proq 20, 30, 40, 50 yoshli sal o'rtancha razmerdagi prokladkalardan foydalanish yaxshi ko'radigan, vidileniya ko'proq keladiganlarga tavsiya bera olaman. Bularning ham orqa tarafi suv o'tkazmaydigan mato bo'lib, qancha ko'p vidileniya kelsa ham suv o'tkazmaydi. Eng asosiysi, bular hech qanaqa zarar keltirmaydi, allergiya bermaydi. 100% tabiiy matolardan tikilgan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Eng ko'p keladigan otsivimiz kundalik prokladkalarda shu har xil kasalliklardan ham tuzalib ketyapmiz. Ya'ni shamollash bo'lganda ham shu prokladkani o'zini o'zgartirib ham shamollashdan qutuldik deb yozishadi. Juda ham eng men uchun yoqimli otsivlardan hisoblanadi. Zakaz berish uchun bemalol Telegram yoki direct orqali zakaz berishingiz mumkin. O'zingizlarning yoshinglarni aytsanglar, sizlarga razmerini moslab narxlarini yozib berishadi.